Nega aynan Davids xalqaro maktabini tanladingiz? Yaxshi baho olgan bolalarga shirinlik berishibdi. U narsa bolaga baribir u bola motivatsiya bo'ladi-da. Nima uchun fizkultura darsi haftada 2 marta? Sizlar va'da beruvdinglar, keyingi chorakda 3 marta qilib beraman deb. Biz maktabda o'qiganimizda direktorni ko'rsak bir oyda bir marta ko'rishimiz mumkin edi. Xonasida o'sha direktor yozib o'tirardi, bo'ldi. Bor, o'zing zavtrak qilib olasan degan vaqtingizda bola ili chips sotib oladi, ili bulchka sotib oladi. Bola har taraflama o'syapti-da, aqlan ham o'syapti, fizически o'syapti, sog'lom bo'lib. O'qituvchim, direktorimiz meni maqtadi. So'ring, telefon qilib so'ring dedi-da. Qanaqa qabul qilishadi, qanaqa adaptatsiya bo'ladi, yo'q, bormayman deb turuvdi. Bir kun o'sha probniyga keldi, boraman dedi. Shundan ham bilsangiz bo'ladi. Ota-onasi uyini tashab bo'lsa ham bolasi yashaydigan joyga rent qilib, ko'chib borib bolasini o'qitadi. Unga o'shadan mehr olsa, o'sha muhit yoqsa, bola mana shunaqa ketgisi kelmaydi, chunki bolalar aldolmaydi-da. Assalomu alaykum. Men Davids International School rahbari Sindarva Nargiza Abdumajidovna bo'laman. Bugun biz ota-onalarimiz bilan birgalikda maktab haqida qisqagina gaplashishga qaror qildik. Kelinglar auditoriyaga birinchi o'rinda ota-onalarimizni tanishtirsak. Madina, bu ota-onamiz, Bibisora. Hozir bular kichkinagina, qisqagina qilib o'zlarining farzandlari nechinchi sinfda o'qiydi va ismlari haqida ma'lumot berib o'tadi. Madina, boshlaydi. Assalomu alaykum. Mening ismim Madina. Ikkita farzandim Davids International Schoolda o'qishadi. O'g'lim kattasi 3-sinfda, qizim Ominaxon bo'lsa nulyovkada, juniorda, yaqinda Xudo xolisa 1-sinfga chiqishadi. Juda ham davolni ikkalasi ham. Nega Madina, nega aynan Davids xalqaro maktabini tanladingiz? Bundan oldin yaxshi, endi sonini aytmayman, qaysi maktabligini, yaxshi davlat maktabiga borishardi. Bitta sinfda Nargiz opa 50 ta bola o'qiydi. 50 ta bola degani bu bilim darajasi qanaqa 50 ta bolaga yetib boradi? 45 minut. 45 minut ichida. Keyinchalik ustozlar, u yomonlamoqchi emasman, mana haqiqat aytaman, ikkita smen olishgan, ustoz o'zi ham charchab qoladi-da. Ikkinchi smenda o'qirdi. Bolani o'zini ham, menga to'g'risini aytsam, rejimi ham yoqmasdi. Uxlaydi, ikkinchi smenman-ku deydi, baribir buzilib ketadi. Har doimgidek o'zimiz yoshligimizdan maktabga voqli borardik. Xuddi shunaqa bo'lishi, birinchi o'rinda bu yoqdagi o'sha bilim darajasi har doim men uchun rezultat gapirgan. Men bu yoqda bolalarni o'sha erishgan yutuqlarini, rezultatlarini ko'rib, aynan mana shu maktabga berdim. Haligacha afsuslamadim. Kim tavsiya qildi sizga? Sevars Life o'rtog'im, Sevara Soliyeva anchadan beri aytishardi. Endi bizda o'rtada ikkilanish bo'ldi. Bolani 2 marta maktabini almashtirdik-da. Endi yana hozir unga qanaqa ta'sir qiladi, yaxshi adaptatsiya bo'ladimi? O'ziga aytganimizda, yo'q, yana boshqa maktabmi dedi. Biz ham cho'chidik. Lekin bir kungina o'sha sinov, как probniyga keldi bola. Srazu bo'ldi, shu maktabga o'taman oyi dedi. Ikkalasi ham, qizim ham shunga keldi bog'chadan. O'g'lim ham shunga keldi. Birinchi kunning o'zida o'zi kelib, "Yo'q, oyi, shu maktabga chiqamiz ertadan" deydi. Rahmat, xursandman. Madina, maktabimizda aynan nimalar sizga yoqdi? Maktabda birinchidan unaqa voqli emas. Chunki o'zimiz uyquchiroqmiz. Bola bemalol uyquga to'yib turadi. Keyin mana o'zimda ham duch kelganman shu narsaga, problema bo'ladi bolada zavtrak bilan. Voy, uxlab qolding, bor nimadir yeysan deb jo'natishadi bolani. Lekin u shun bilan keladi, darsga kiradi, u 1 soat, 2 soat o'qiydi, keyin yeyishi mumkin. Lekin zavtrak juda ham katta rol o'ynaydi kun davomida. Abiyoda keladi, ratsioni bor, darslari bo'ladi, o'zi qiziqib kelyapti, o'zi turadi ertalab, chunki uyquga to'yib turadi, vaqti ham yaxshi, dars boshlanadigan vaqt ham yaxshi. O'sha aytganda zavtrak qilishga ulgurmasa kelib zavtrak qilib oladi. Ana o'sha nima desam bo'ladi, uyquga to'yib, qorni to'q bo'lib darsga kiradi. Darslar ham alohida aytib o'tdi, juda ham qiziqarli o'tishar ekan. Kechaginda ingliz tilidan ham testdan bittami ikkita xato qilgan ekan. O'sha yaxshi baho olgan bolalarga shirinlik berishibdi. U narsa bolaga baribir u bola motivatsiya bo'ladi-da, xursand bo'ladi, ko'tarib
qaytarib keldi o'sha shirinlikni. Любой payt magazindan ham ola oladi, lekin buni aqlini ishlatgani uchun oldi. Как bolaga motivatsiya bo'lgan, keyingi safar yana ham yaxshilab harakat qiladi. Har bitta darsga shunaqa alohida yondashishlar ham menga juda ham yoqdi. Angliskiy, matematikaga ham juda ham katta urg'u, asosiy urg'u berilganligi. Shuning uchun ham shu maktabni tanladik. Yana o'zim ham aytib o'tmoqchiman. Nonushta birinchi o'rinda обязательно muhim bo'lgan chasdi. Unda bolani qo'liga pul berib, bor o'zing zavtrak qilib olasan degan vaqtingizda bola ili chips sotib oladi, ili bulchka sotib oladi. U ertalabdan mumkin emas, bulchka ham mumkin emas, chips ham mumkin emas. Chunki bola albatta o'zi yoqtirgan bir qanaqadir yaxshi ovqat yesa, u bolani kun davomida ham kuni yaxshi. Zavtrakka juda ham ko'p narsa bog'liq. Albatta. Bibisora, sizda qanaqa bo'lgan, nima uchun imonni bizning maktabimizda aynan qaysi qismi ko'proq sizga yoqqan? Maktabda birinchi o'rinda aytgandek, siz bilan gaplashganim uchun yoqqan to'g'rirog'i, chunki biz eski maktabimiz ham xususiy maktab bo'lgani uchun zavtriga boshqasi bor edi. O'qituvchilari bilan yomonligini bo'lib qolmayman ham, o'qituvchilari bilan, ozgina direktori bilan bo'lgan mojaro bo'lmagan. Birinchi o'rinda sizni muomalangiz, bolamga bergan e'tiboringiz. Direktor bo'lib turib, bolamga qanaqa e'tibor berdingiz, hazillashib pupalarga urib qo'yardingiz. Sizda shunaqa bo'lgani uchun men bolamni bemalol ishonib topshirdim. Haqiqatdan ham darslari ertalab 8 da emas, 9 da boshlanadi. Shu taraflama bizga ham yaxshi. Qulay. Uyquchi onalar uchun. Uyquchi onalar uchun. Keyin biz o'zimiz kech yotamiz-ku, bolalarimiz ham har xil vaziyat bo'ladi. Darsdan keyin ingliz tili o'qituvchisi Adham akami bor. Darsdan keyin olib qoladi. Shunaqa e'tibor darsdan keyin olib qolib, darsini qildiradi. Alohida uyda qilmaydi ba'zida. Men vaqtim bo'lmaydi. Anglizga o'qituvchi, yana bir ikkita o'qituvchilar bor. Darsdan keyin olib qolib, e'tibor berib, vazifalarni qildirgani uchun menga yoqdi. Men bir oy muhlat bergandim. Natijasi yomon emas. Rejim bor xullas. Hamma narsa o'zini vaqtida, eng muhimi shu-da. Lekin 9 ga taqab kelishlaring xato. Iloji bo'lsa 8:30 dan kechikmanglar. 8 dan 9 gacha bizda zavtrak vaqti. Bolalar o'z xohishi bilan kelib, kim xohlagan vaqtda kirib bo'lsa ham yeyveradi. Hozir Adnan bor-ku, men ruschada zo'r emasman, uydagilar gaplashadi. Adnan ruschada bemalol gaplashadi. Shu juda ham xursandman. Farangiz Bektashovni umuman ruskiy язычный-da, o'zbekchani uncha bilmaydi. Ko'rasiz, ham qiladi, boradi. Lekin menga o'zbekcha javob beradilar, xursand. Yo, shunaqa qilib javob beradi, boradi, qiladi, aksent bilan qiynalib, ota-ona bilan ishlagandan keyin majbur o'rganib shunaqa javob beradi-da. O'sha uchun uni sinfida bolalar, men o'zim gapirsam ham, bolalar ruscha gapiradi. Xudo deyman. Ular o'zbek oilada tug'ilganmi yo'q? O'sha o'rganib ketyapti-da. Men bu nachalkamda umuman o'zbekcha gapiradigan bola yo'q. Ular ruscha gapirishimda o'zi bilmayman, o'zbekcha savol bersam ham ular ruscha javob beradi. O'zim xursand bo'laman har zamonda. Mayli, zato til o'rganyapti. Bu ham kerak-da. Siz nima deb o'ylaysiz? David Schoolni ajralib turadigan jihatlari nima? Bundan oldin ham aytdim, disiplina. Disiplina bor joyda o'sish bo'ladi-da. Misol uchun davlat maktablarida o'zimizda ham bo'lgan azaldan darsdan qochishlar bor. Keyin qanaqadir darslar bo'lmay qolishi mumkin. Ustoz kelmasligi mumkin. Ikkita sinf qo'shib o'tilishi mumkin. Shunaqa narsalar bu bor. Bu tan olish kerak, davlat maktablarida bor. Bu narsa bizga yoqqan. O'zimiz o'qigan paytimizda ham dars. Hozir ham bolalarga yoqadi agar. Dars bo'lmaydi desangiz, qochishga tayyor, hamma xursand bo'ladi. Aslida bunaqa narsa men hali ko'rmadim. Disiplina bor joyda bola o'sadi, bola bilim oladi, rivojlanadi. Har kuni shu keladi, o'sha aytganimdek, zavtrak, dars, obedini qiladi, darsini qiladi, keyin bir xilada ozgina kechikib qolsa, futbol o'ynaydi. Polilar bor, futbol jinnisi o'zi, keyin futbol o'ynayapti deyman, hammasi nachalka shu. Janjal. Futbol o'ynayotgan bo'ladi kelsak. Anaqa deydi ular menga. Nima uchun fizkultura darsi haftada 2 marta? Sizlar va'da beruvdinglar, keyingi chorakda 3 marta qilib beraman deb. Nargiz
prям direktorga kelib so'raydi. Direktor nima uchun 2 marta siz va'da bergansiz, 3 marta qo'yib beraman deb. Nima uchun 3 marta qilmadingiz? Keyin zavodga iltimos qilaman. Keyin mayli qaysidir darsini soatini mayli bular o'sha yoz kelyapti zeriktirdi. Shular xohlagan narsani ham qilib ber, o'sha yaqin-ku kam qoldi. Keyin kelishgan holda bularni gaplariga ham qo'shilaman. O'zingiz ham maktabni hayotida juda ham faolsizda. Biz maktabda o'qiganimizda direktorni ko'rsak bir oyda bir marta ko'rishimiz mumkin edi. Xonasida o'sha direktor yozib o'tirardi, bo'ldi. Hamma sekin zirillab o'tib ketardi. Siz yo'q, o'zingiz yashaysiz, bolalar bilan yaqinsiz. Shu narsa ham juda ham katta plus. Xonamga bir oyda bir kirsam kerak ekan, qabulga kiraman. Mana opam resorda kecha keldik-ku yoningizga, bolalar bilan gaplashib o'tiribsiz. Bular kim, qaysi fandan o'qituvchi dedi. O'qituvchi emas, direktor desam, shok opam. Voy, dedi, direktor shunchalik bo'lsa dedi. Men bolamni shu maktabga olib o'taman dedi. Rahmat, xursand bo'lamiz kelsa. Shunaqa endi siz turdingiz, biz chekkada gaplashdik, siz bilmadingiz, lekin bizga shunaqa gaplashdik-da. Men e'tibor bermaganman bolalar bilan. Sizga demak aynan shu e'tibor bo'lgan jihati ko'proq yoqadi yo yana qanaqadir bormi? Men boshida qo'rqqanman. Adnanda ko'p kuzatganman, video tashlash, gruppaga tashlab turadi. Xabar olib turaman. Adnan bee'tibor edi. Boshida bee'tibor edi. Ham jahlim chiqardi, ham yig'lagim kelardi. Mani bolam o'qib keta olmaydimi, sho'xligi boshqasi. Lekin o'qib ketdi. Ustozlarga rahmat. Hozir ruschada bemalol gaplashyapti. Endi hammasi zo'r deyman, lekin gaplasha olyapti, dardini tushuntiryapti. Men uni ko'rib xursand bo'lyapman-da. Men bolam o'qib ketar ekan-u. Chunki kam-ku 20 ta bola bo'lganini hisobiga bolalar bir-biri bilan kommunikatsiya yaxshi o'rganadi. Ba'zida 40-50 ta bola bo'lganda rus sinfni tugatib ruschani bilmagan bolalar ham bo'ladi. Hamma bolalar dars o'tiradi-da. Meni bolam videoda qarasam yurgan bo'lardi orqalarida. Men ham jahlim chiqardi, ham yig'lagim kelardi. Lekin hozir xursandman. Yo, hozir ancha bir 100% deya olmayman. Bir 60-70% ga o'zgargan oldingiga nisbatan. Shu turishda yana 1 yil qattiq tursak, 3-yilga borib bolangizda уже moslashish bo'ladi. Keyin qo'rqmaysiz, o'ylamaysiz, bolangizni tekshirmaysiz videoda, rasmda. Yana 1 yillik keyin qattiq turishimiz kerak. Ana shu 1 yildan o'tib olsak, 2-sinfda ham shunaqa qilib keyin 3-yilda aytyapmanki, "Voy, bo'ldi, Adnanga ishonaman" deysiz. Tushunsiz, xudo xolasa. Madina, bizning maktabimizni boshqalarga tavsiya qilgan bo'larmidingiz? Ha, albatta, tavsiya qilaman ham o'zi so'rashganda. Mana shunaqa bolada o'zgarish juda ham o'zi xohlab boryapti. Ana uni nasilni tur bor maktabga deyish shart emas. O'zi turyapti, men boraman deb boryapti. Dash bir xil aytyapman, olib kela olmaymiz. Futbol o'ynab yurgan. Erta olib ketib maktabdan deyshadi. Shunaqa, datavo уже mehri tushgan. A bolani uncha-munchaga mehri tushmaydi-da. Unga o'shadan mehr olsa, o'sha muhit yoqsa, bola mana shunaqa ketgisi kelmaydi. Chunki bolalar aldolmaydi-da. Misol uchun uni u yoqda urishayotgan bo'lsa, surazo aytadi, "Olib keting meni" deydi. O'ziga yoqyapti bu narsa, bilim olyapti, o'syapti, o'rtoqlar yaxshi, o'qituvchilar yaxshi. Конечно, tavsiya qilgan bo'lardim. Sizni o'zi eshitdim, opangiz kelar ekan, yana ham tavsiya qilgan bo'larmidingiz boshqaga, qo'shni, tanishlarga? Albatta, chunki biz tarafda boraman deganlar ko'pchilik hozir. Rahmat. Yana bitta she'rda shu narsani aytib o'tib ketmoqchi edim. Gapdan naqa qildi. Misol uchun meni o'zim ham nima desam, bolalarim katta bo'lib ketgan, o'qishlarga kirgan. Qachonki bola nakazaniya qilamizda, baribir qilishimiz kerak. Siz nakazaniya qilganingizda maktabga bo'ldi, bugun bormaysan, senga jazo deganingizda, yo'q, maktabga boraman deb fikrini to'g'rilashga harakat qilsa, sizni yutug'ingiz bo'ladi. Sizni bolangiz o'qiydigan bo'ladi. Men buni o'zimda, mana katta bolalarimda sinaganman. Men endi eslasam to'g'ri bo'lganda, men qo'rqitardim. Masalan, kimdir aytadi, "Men senga kiyim olib bermayman, shokoladga pul bermayman." Yo'q, men bolalarimda hamisha "Bo'ldi, maktabga bormaysan" degan nakazaniya bilan qo'rqitganman. O'shanaqa kuni bo'ldi, uyimizda hamma joy top-toza, uylar tozalangan, hamma joy artilgan, posudalar yuvilgan, shunaqa holat bo'lardi. O'zlari titgan joyda o'zlari yig'ishtirib tashardi. Endi o'ylasam,
Bu narsa qaysidir ma'noda to'g'ri ekan. Bolalarda maktabga mehrini siz o'sha narsadan ham sezsangiz bo'ladi. Sizlarga yana bitta fishkada bolalaring jahllaringni chiqarib qolsa, shu darajaga keltiringlar, maktab bilan qo'rqitinglar, shokolad bilan emas, chips bilan emas, kiyim-kechak bilan emas. Endi bolaning hammasini hobbisi bo'ladi-da. Qaysidir ota-ona nakazaniyaga или bir naqaga paxvalnistga pul beradi. Bizda unaqa bo'lmagan. Bizda maktab bilan bo'lgan. Men o'ylayman, to'g'ri qilganman, to'g'ri yo'lda bo'lganman. Hozirgi bolalar, o'zimni bolalarimni tarbiyasiga qarab shunaqa deya olaman. Shuning uchun sizlarga ham meni pedagog sifatida, ham ana yoshi kattaroq ona sifatida maslahatim shunaqa olib kelinglar. Maktab bilan nakazaniya qilinglar. Bolalaring bir xil bola bilasizlarmi? Ko'p unaqa bola. Bo'ldi, bormayman. O'shaqa narsadan chiqib ketishimiz kerak. O'quvchilar bilan birgalikda bir-biriga yondashuvi qanday ekan, nima deb o'ylaysiz? Masalan, o'quvchi bilan o'qituvchini, dars jarayonini plus o'quvchi bilan o'quvchini birga bo'lgan munosabatlari bizning maktabda qanday deb o'ylaysiz? Hali bilmaysiz. Tushunmadim. Savolni tushunmadingiz. Misol uchun borda, mana masalan sinfda urush bo'lib qolishi bor, to'g'rimi? Ikkita bolani bir-biriga bo'lgan muomalasi bo'ladi, muammolar bo'ladi. Xohlaymizmi, yo'qmi, u hamma maktabda bor. O'shanaqa holatlar bo'lishi mumkin. Ili dars protsessida o'qituvchini bolaga bo'lgan holati, administratsiyani bolaga bo'lgan holati, sizni bolalaringizga nisbatan qanaqa bo'ldi? Shunaqa holatlar duch keldimi? Mana bu bolalar bilan bittada chiqishib ketishi qanaqa bo'ldi? Bolalar ajratmadimi? O'sha narsalar umumiy. O'quv yilini yarmidan ko'pini o'qib qo'ygan paytda o'sha o'tdi, 3-chorakdan o'tdi bu maktabga. Juda eng qiyin davr. Qiyin payt etdim. Undan oldin ikkita almashtirdik sinfini. Keyin men o'zim cho'chidim, u ham cho'chidi, o'g'lim ham cho'chidi-da. Endi qanaqa qabul qilishadi, qanaqa adaptatsiya bo'ladi, yo'q, bormayman deb turuvdi. Bir kun o'sha probniyga keldi, boraman dedi. Shundan ham bilsangiz bo'ladi. Demak, sinflarda bolalarni ajratish, voy bu yangi kelibdi, voy bu mamnaqa ekan. Bizda paytlarda bo'lganda baribir. Voy bu yangi, novinki deb anaqa qilmasdik-da, baribir. Uncha-munchagani chiqishib, ayniqsa qizlar baribir bittada qo'shmaydi qizlarni-da. Keyin yo'q, endi bu o'g'il bola keldi, sразу уже o'rtoqam bo'lib keldim dedi. Kimlar bilan o'rtoq bo'lding sen? Men sanab beryapti почти. Hamma bilan o'rtoq bo'ldim. Endi mana shularning ismini eslab qoldim deyapti. O'qituvchilar bilan ham xuddi shunaqa. Xuddi mana baribir asosiy vaqtini bu yoqda o'tkazadi. Shu 8:30 dan 5 gacha bu yoqda. Xuddi bizdan ham kerak bo'lsa yaxshi qaraysizlar-da, ota-ona deysizlar-da. O'zim anaqa bir xillarda ulgurolmay qolsam, telefon qilaman, uyimiz yaqin bo'lgani uchun, keyin singlisini olib chiqarib yuboringlar deyman. Mehmon kelib qoldi, o'sha kuni shunaqa vaziyat bo'ldi. Singlisini olib o'zi sekin kelaversin, pishkom dom orasidan adasi kutib oladilar dedim. Ha, bo'ldi deb. Ota-ona deydi, xuddi. To'g'risini aytsam, o'zim ba'zida aytaman-da, o'zim bolalarimga kechki vaqtlarda bir ovqat qilib berishga vaqtim bo'lmaydigan vaqtlar bo'ladi-da. Mana shu yerda ma'beti aytib, porsiyasini yeb keldik-ku deyman-da, sal lehkayroq yediramiz. Lekin nosog'lom ovqatlarda, mana fast foodlar, nimadirlar. Aytaman, haqiqatdan ham hamma ota-ona, men qatori ota-ona. Hammasi ishlaydi, shu uyim joyim, bola chaqam deb yuribdi, harakat qiladi, hamisha bir tekisda ovqat qila olmaymiz. Sizni bolalaringizda qanaqa kechgan bu holat? Hadichada sal qiyin bo'ldi-ya. Keyin medsestra bormidi? Medsestra bilan pastda Luiza, yana bitta o'qituvchilar kelishtirib, tanishtirib, hozir zo'r. Gaplashishganda ular bu yangi o'quvchi, ya'ni u o'zbek sinfda o'tgani uchun ozgina qizlar ya'ni menimcha rus tilini bilmagan, ingliz tilini uncha bilmagani uchun ham, uncha emas, o'zi umuman bilmagani uchun ham qizlar bilan chiqish qiyinroq bo'ldi. Men boshida u ham 3 kunga surmadi. Keyin voy o'rtoqlar juda ham ko'p bo'lib ketdi. Hozir liderlarimizdan bittasi hamma narsada voy deyman, endi o'qishda ham ko'tarishimiz kerak deb qo'yaman. Chunki baribir xohlaysizmi, yo'qmi? Ana siz san'atda odamisiz, xohlaysizmi, yo'qmi? Qizingizda ham borda. San'atni juda yaxshi ko'radi, juda yaxshi ko'radi. Bu tarafda ham ko'tar,
man naказaniyani shunaqa qilyapman. Oldin Tadbirlar, bularga. klasslar, voy, birinchi o'rinda. Ha, bu tarafini ham to'g'rilab qo'y, keyin davay buni ham mayli. Ular sevadi, anaqa xoreografiya ustozini adushi sevadi. Yaxshi ko'radi. Muzika bo'lgan kuni tushib olishadi hammasi. To'g'risini aytsam, o'zimizda ham o'ynagimiz keladi. Tepada o'tirib eshitamiz-da. Juda ham yaxshi ko'radi. No, hammasi balansga tushdi, normada. Adnan bilan ham bo'lmadi emas, bo'ldi. Endi Adnanni Men shu yerda o'qituvchilar bilan o'qituvchilar farqini keyin sezdim. Men o'qiganman, soham o'qituvchilik bo'lmaganim uchun pedagog. Men u darajada tushunmasdim. Sizlardan ozgina narsa o'rgandim. Ya'ni bolani jazolamaslikda u darajada. Ya'ni siz jazoni boshqacharoq berib o'rgatdingiz menga pastga kelganimda. O'qituvchini farqini endi sezdim. Eski maktabimizda ham o'qituvchilar bor edi, boshqacha endi. Bolani normalniy jazo berardi. U bettar qilardi. Battar shu narsani jazolagan sari shunaqa bolalar bor, xarakteri battar, battariga qilardi. Sizni jazolashingiz boshqacharoq edi yo'nalishingiz. Men sizdan o'rgandim shu narsani. Bu psixologiyada bumerang qonuni deyiladi-da. Ko'p-tokda taq etib devorga otsak, ko'p-tok o'zimizga xuddi shuni qaytadi-da. O'shaning uchun u o'sha modadan qolib ketdi. U bizadi davrimizda bo'lgan. Mana sizlar ham sal zamonaviyroq davrda katta bo'lyapsizlar. Bizadi vaqtimiz bizdan oldingi ota-bobolarimiz vaqtida u jazolar tushunilgan, u to'g'ri qabul qilingan. Hozirgi bolalarga unaqa jazo bo'lmaydi. Ularga boshqachasiga podxod qilsa, ular bilan til topishsa bo'ladi. Yomon desa yomon bo'lib ketaveradi deb aytganingiz kelganimda. Aytganimda hali o'shda bettar qilardi, bu yerda yo'q, bu yerda yo'q, endi hijolat bo'ladi ayb ish qilgani, o'sha uyalib qolganda. Biz shunaqa qilamiz, misol uchun yomonligini bilamiz, kimnidir urganini bilamiz. Sen aqlli bola bo'luvding-ku. Nimaga bunaqa bo'lib qoldi-ya? Mayli, nimadir esingdan chiqib qolgan, ili kimdir seni xafa qilgandir. Mayli, keyingi safar bu narsa qaytarilmaydi. Sen juda ham eng sinfda aqllisi sensan degandan keyin bola shunaqa qaraydi. U Adnan, u boshqa bola bo'lsa ham shunday qaraydi-da, u sirazi o'zini o'zgartiradi. Aytadi, o'qituvchim, direktorimiz meni maqtadi. So'ring, telefon qilib so'ring deydi-da. Voy, bir marta maqtadi. O'zi ayb qilgan bo'ladi. Endi shuda bolaga o'ziga qarab podxod bersa, u bola o'zgaradi. Bu deb sen yomon desa, o'zlaring ham. Hozir men sizni yomonsan, to'g'ri, yomon rad etilsan. Baribir yomon ekanman. Baribir yomon ekanman deb keyin ketasiz. Mana senga yomonmanmi, mana deysiz-da. Bunaqa rad etillar ko'p-ku. Direktorlar oldiga kelib, xudoga shukr, bizda unaqasi yo'q, ko'z tegmasin. Boshqa ota-onalar xususiy maktablarga bolasini bermoqchi bo'lsa yoki ikkilanib yurgan bo'lsa, siz nima deb fikr bildirgan bo'lardingiz? Men boshida aytganimdek, birinchi o'rinda disiplina bor, natija. Hamma joyda natija gapiradi. Mana, voy bizaniki zo'r kelinglar deb, lekin mana bu yoqdagi bolalarni erishgan yutuqlarini, o'sha IELTS'lardan olgan ballarini hammasini ko'rib chiqib, значит, mana shunaqa rezultatga bolalarni olib chiqyapsizlarmi? Aytganimdek, natija gapiradi. Mana shu David International School'ni, конечно, tavsiya qilgan bo'lardim, ikkilanmasdan hech ham. Bolaga ham mana o'zingiz aytganingizdek, to'g'ri tarbiya berish, uni to'g'ri jazolaganda ham to'g'ri jazolash. O'zingiz aytganingizdek, yomon desa yomon bo'lib ketaveradi. Shunday. Bola har taraflama o'syapti-da, aqlan ham o'syapti, fizически o'syapti, sog'lom bo'lib, plus yana yaxshi tomonga, xarakterida ham yaxshi tomonga o'zgarishlar sezyapsiz. Shu uchun tavsiya qila olasiz. Ikkilanib yurgan ota-onalarga. Chunki unaqa ota-onalarimiz ham ko'pda, nima qilsam ekan, maktabini o'zgartirsam ekanmi? Mana o'zingiz ham ikkilanib o'zgartirdingiz-ku, shunaqa ota-onalarga baribir fikr bersangiz, yordam, siz aytganingiz ularga ko'proq, masalan, men aytsam, o'zini maktabi как отзыв bo'ladi-da. Maqtayapti degan narsa bo'lishi mumkin-da. Sizda-chi, Bibi Sara? Menda albatta kelsin. Bizda noto'g'ri aytmayotgan bo'lsam, bunaqa maktab bo'lmagan. Men bolalarim o'qishini xohlayman. Bunaqa sharoit bo'lmagan. Zavqli uchun unaqa narsa bo'lmagan bizda. Men bolalarim shunaqa sharoitda o'qishini xohlayman, sharoit yaxshi bo'lishini.
ya'ni biz ko'rmagan nima uchun ishlayapmiz, nima uchun harakat qilyapmiz, biz ko'rmagan sharoitni ko'rishni xohlayman albatta. Menimcha har bitta ota-ona xohlaydi buni. Kelsinlar bolalari, o'qitsinlar, ya'ni sharoiti zo'r, o'qituvchilari zo'r, direktori zo'r. Rahmat. Keyin mana bu yana bitta eng dolzarb muammoli mavzu. Bolani uzoqqa qatnatib o'qitadigan ota-onalar ko'pda. Именно shu narsaga sizda fikringiz qanaqa? Misol uchun Sergelidan Yunusobodga qatnab o'qigan bola bor, или Yunusoboddan Sergeliga qatnab o'qigan bola bor. Ayniqsa boshlang'ich sinfda, masalan, men qarshi bo'lgan bo'lardim. Sizning fikringiz qanaqa shu narsaga? Men ham qarshiman. Mana kuningiz qanaqa boshlansa, qanaqa kayfiyat bilan xuddi shunaqa o'tadi. Hozir bu hech kimga sir emas, ko'chada mashinalarimiz juda ham ko'p. Ertalab chiqib ketishi o'zida o'sha maktab, bog'cha, ishga ketar vaqt mana shu 7:30 dan 9 oralig'igacha dahshatli probkalar bo'ladi. Sergelimiz o'zida ham, Chilonzorda ham, hamma joyda probka. O'shani o'zidan asabiylashasizmi, bolangizni olib ketyapsizmi orqada, bu bolaga ta'sir qiladi. Keyin bolaga baqirishingiz mumkin. San voqli turmading, mana voqli turganingda biz ulgurardik deysiz. Uni o'shanaqa kayfiyatda olib borib tashlaysiz bolani. Yoki u kech qoladi, kirganda baribir o'qituvchisi yumshoq gapiradimi, qattiq gapiradimi, gapirib qo'yadi hammani oldida sinfda. Kech qoldingmi? Bugun ham kech qolibsan-de yoki mana bunaqa deb gapirib qo'yadi. U bolaga ta'sir qiladi. Har doim o'sha o'zini uyiga yaqin, yaxshi maktabni tanlab berishligini tavsiya qilgan bo'lardim. U ota-onaga ham qiyin, ta'sir qiladi, bolaga ham takshi ta'sir qiladi. To'g'ri. Sizning fikringiz qanaqa? Men bir oy Samarqand Darvozadan qatnaganman. O'shanda aytuvdim, shu gapni sizga. Aytuvdim, yo aytganman. Kuzatganman, to'g'ri. Endi yana o'zgarishga to'g'ri kelsa, dokumentini ham olib kelmaganman hatto. Bir oydan keyin dokument olib keldim, bir oydan keyin o'zim Sergeliga ko'chdim. Bu tarafga qatnashim uchun 40 minutcha yo'l Samarqand Darvozadan, dash probkada undan ham ko'p bo'lib ketardi. Vaqtim faqat yo'lda o'tayotdi. Bir oy qiynaldim. Keyin uyimizni o'zgartirdik. Hozir yaxshi. Chunki men o'shanda kelganingizda aytuvdim, sizga uzoq qo'ying, o'zingizga yaqinroq joyda tanlang deb men aytganman. Men bolam shu yerda qoladi, shu yerda o'zgargani uchun men uyimni o'zgartirdim. Keyin yo ko'chib kelayotgan bo'ldik, qaror qildik deb aytganingiz esimda. Hurmatli ota-onalar, mana shu joyda men bitta maslahat bergan bo'lardim. Yo, fikrda aytardim statistika bo'yicha. Mana Angliyani rivojlangan davlat deymiz, Amerikani rivojlangan mamlakat, Yaponiyaga nisbatan aytamizda, aslida biz mana shu yerda ham xato qilyapmiz. Bu ad-dushi, bu men o'zimni maktabim uchun aytmayapman, bu hamma territoriya uchun aytiladigan gap. Mana Angliyada bolasi, menimcha bu narsani sizga ham aytganman. Bolasi o'qishni xohlagan muhitli joyga, misol uchun, o'sha joyga ota-ona ko'chib boradi. Agar bolasi u joyda, masalan, xohlamadim, boshqa maktabga ko'chib bormoqchimi, ota-onasi uyini tashab bo'lsa ham bolasi yashaydigan joyga rent qilib ko'chib borib bolasini o'qitadi. Ana o'shani uchun ularda sifatliroq, bizga nisbatan yaxshiroq natija bo'layapti deb o'ylayman. Hurmatli ota-onalar, ayniqsa boshlang'ich sinfda uzoq joyga qatnatib bolani o'qitish bu eng katta xato. Mayli 6-7 sinfdan keyin xo'p, lekin o'shanda ham kerak emas. Bu bor narsa-da endi. Hurmatli oyijonlar, sizlarni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Kelganlaringga rahmat, fikrlaringga tashakkur. Hamisha sizlarga xizmat qilishda, xalqni farzandlarini ardoqlab, ularga ta'lim berishda biz charchamaylik. Sizlar bizlarni mana shunaqa qo'llab-quvvatlab, chiroyli odzivlaring bilan xursand qilsalaring, biz shishib yana ishlashga tayyormiz. Rahmat sizga ham kattakon taklif uchun. Davidsi bolachalari, xudo xolisi bundan ham katta, bundan ham yuqori natijalarga erishib yurishsin. Birinchi o'rinda sizga ham kattakon rahmat. Rahmat. O'zingiz shu oilani ichida bo'lganingiz uchun. Rahmat. Rahmat Nargiz opa.
Bu shunchaki maqtov bo'lib qolishini xohlamayman. Maqtov emas, biz haqiqatdan bu narsani yashadik. Даже ko'chib kelganim hammasi haqiqatku. Ya'ni prostalik maqtashyapti, maktabda bolalar shu yerda o'qigani uchun shunaqa o'ylashni xohlamayman. Rahmat Ya'ni sizga. bizni taniganlar, kuzatib yurganlar bilishadi. Men даже ko'chib kelganimgacha Mana o'sha siz Angliyadagi ota-onalar qilayotgan muhitni siz yaratib berdingiz. Birinchilardan bo'lib O'zbekistonimizga. Mayli, kim bordir sizga o'xshagan ota-onalar. Lekin siz ham o'shalarning ichidasiz. Bu to'g'ri. Siz to'g'ri yo'ldasiz. Bolalaringiz bilan birgalikda ishlashda siz to'g'ri yo'ldasiz. Rahmat sizlarga. Boringlarga shukr.